Assalomu alaykum. Bugun sizlarga chet tili sertifikati talabaga nima beradi degan savolga oydinlik kiritamiz. Chet tili sertifikati talabaga ko'pdan ko'p imtiyozlar olib kelmoqda. Birinchi imtiyoz bu Prezidentimizning 7 aprel 2020-yildagi 4666 sonli qarorlarida 100% qo'shimcha stipendiya olishlari belgilangan. Bunda talabaning sertifikati IELTS 6,5 dan baland yoki nemis va fransuz tilida C1 daraja va undan baland bo'lishi va mutaxassislik fanlardan 3 bo'lmasligi kerak. Ya'ni barcha mutaxassislik fanlari a'lo va yaxshi darajada o'zlashtirgan bo'lishi talab qilinadi. Bunda agar talaba stipendiya olsa 100% stipendiya qo'shiladi. Agar talaba stipendiyasiz bo'lsa, ya'ni shu bir oylik stipendiya miqdori tayinlanadi. Agar talaba shu vaqtda o'zida barcha baholari 5 ga o'zlashtirgan bo'lsa, qo'shimcha yana 20% stipendiya ham oladi. Ya'ni til sertifikati va 5 ga yopgan talaba 120% qo'shimcha stipendiya oladi. Bundan tashqari, magistratura bosqichiga hujjat topshirishlar majburiy chet tili sertifikati biriktirilganligi uchun magistratura bosqichiga ham hujjat topshirishi, magistr akademik darajasini olishi va bir mutaxassislikka yo'naltirilishi va ilmiy ish boshlashiga ham shu sertifikat ko'makdor bo'ladi. Undan tashqari 2025-yildan boshlab Yoshlar akademiyasi tashkil topgan bo'lib, Yoshlar akademiyasidagi talabalar birinchi navbatda chet davlatlardagi oliy ta'lim muassasalarida akademik almashinuv va malaka oshirishlarga da'vogar bo'lishi keltirib ketgan. Bundan bilib turibmizki, chet el stajirovkalar, akademik almashinuvlar, top mingta institutlarga malaka oshirishlarga ham chet tili sertifikati bo'lgan talabalar birinchi navbatda da'vogar bo'lishlari mumkin.